savollar shunaqangi zo'r bo'lyapti. Men bunaqa tasavvur qilmadim, lekin rahmat. Birodarlar, do'stlar, hoji aka, hoji onalar, akalar, ukalar, rahmat. Borlaringga shukr, sog' bo'linglar. Shunaqangi energiya beryapsizlar. Men borgan sari nimada ko'p nima deydi? Bundan ham ajoyib nimalarim bor. Xudo xolasa parandalar bo'yicha shu sirlar, g'oyalar bor. Xudo xolasa ko'rsatib boraveraman. Qo'llash davom etsalaring, u chiqaverar ekanda. Haligi nima yaxshi gap bilan iloningdan chiqdi deydi-ku. O'shaning uchun men o'zi boshida bunday rolik videolarda qilish, chiqish, ya men qilmayman o'g'lim, o'zing qilaver deb men o'g'limga aytgandim. Yo'q, keyin buni o'ylab ko'rsak, men o'zim ham juda ahamiyat berib ko'rdim. Keyin qiziq savol, telefon ham bo'ldi. Telefonni juda boshqachasi bo'ldi. Bitta aka telefon qildi. Ular aytishadi, bu bola 13 yillik tajribani qayerdan oldi? O'zi 19 ga kirgan bo'lsa, qanday qilib tajriba olishi mumkin? Bu bola kim o'zi deb nima qilib qolishdi? Sizlar tomonidan ekansiz. Men o'g'limligini bilishgan yo'q edi. Keyin hoji aka dedim, qanaqa bola ekan desam, mana shunaqa deyapti, lekin u bola 19 ga kirgan, tajriba 13 yil deyapti. Ha, dedim. Bo'lmasam dedim, hozir men sizga hamma narsani aytaman deb, o'zingiz bir xulosa qilib olasiz. Hoji akadan oldin kelib yurardingiz deb, shu paranda boqib yurgandan dedim. Bolalarim kichkina edi, o'ynab yurardi. Jo'jalachida, to'g'lachida qarab yurardi desam. Ha, işte. O'shanga qancha bo'ldi dedim. Dedim, ha, unga ham 15 yil bo'lib qoldi shekilli dedi. Hoji akani haqi meni ana shu paytda ko'rgan o'g'il dedi, o'sha bolacha dedim. Hozir mana ulg'aydi dedim, mana katta bo'ldi dedim. Ana shu bo'ladi, meni o'g'lim bo'ladi dedim. Hoji aka o'ylanib, g'alati bo'lib qolishdi-da. Dedi, birodar dedi, ming bor uzr dedi. Men o'sha temani boshida bunaqaligida dedi, juda salbiyroq qaragan ekanman. Uzr dedi, xafa bo'lmaysiz do'stim dedi. Ammo lekin haqiqiy dedi, sizni chiqarib ola turganingizni men endi o'zim nima qildim-da, haqiqatan qo'yil qoldim dedi. Chunki men o'zi bu ishni qilmay qo'yganimga ancha bo'lgan edi. Shu o'g'lim keyin bolalar o'qishga kirdi, rahmat, Xudoga shukr. Sog' bo'lsin, ular ham shu mehnatini qilib yuradi. Keyin bular ham o'zining sohasi bo'yicha ilmiy tomondan o'qishni boshladi, Xudoga shukr. Keyin bular ham dada shuni ishni qilaylik, ko'rsataylik, xalq ko'rsin, manfaat topsin, yaxshi bo'ladi, xursand bo'ladi, ko'pchilikka naf tegadi, ham o'zimizdan shu ishni qilamiz. Sohamiz ham shu. Ilmiy tarafda olib boryapman, mana Xudoga shukr, juda qo'llab orasida deb baqiganda, keyin chiqish berganim yo'q edim. Shunaqa qilib, Xudo xolasa, mana amallayapmiz. Chiqishni ham boshladik. Xullaski, birodarlar, 13 yillik tajriba shu bola yoshligidan boshlagan. Shuni ichida katta bo'lgan. Yoshligidan ko'rib yurgan. Shuning uchun uncha kamiketiga xafa bo'lmaysizlar, sog' bo'lasizlar. Qanaqangi savollar bo'lsa qo'rqmay yozaveringlar. Chunki uning ortida men turibman. Savollar, javoblar hamisha ko'ngildagidek qilib beraman. Videoroliklarda ham xuddi shu holatda aytganlaringda chiqarib berishga harakat qilaman. Sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Kam bo'lmaysizlar. Alloh rozi bo'lsin. Like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ladi do'stlar. Xonadonlaringga yana bir bor xotirjamlik, fayz, barakot tilayman. Ishlaringga omad, rivojini bersin. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishgungacha. Bolalaringga shukr, omon bo'linglar.